Jangchilarning yangi noyobligi Keyzi, Ninja va Kenjining xotini 4 qismdan iborat katta tadbir. Katana qirolligi uchun jang. Brawl Moma rejimi, saksigi prizzarat, dahshatli karaoke qo'shiqchisi, bepul sovg'a, yangi skin, yangi rejim va boshqalar. Bu Brawl Talk boshqalarga o'xshaydimi? Gap nimadaligini bilmayman. Paulo bizga buni tushuntirishga yordam bersin. Hammani yana ko'rganimdan juda xursandman. Keling, yangi ultra legendarniy bilan boshlaylik. Jangchilarning noyob holati. Birinchisi bilan tanishing. Ultra legendarniy jangchi Keyzi. Barcha ultra legendarniy brawler o'ziga xos xususiyatga ega va Keyzi bundan mustasno emas. Ular asosan ikki jangchilar. Bolaligidan ota-onalar Keyzi ninja bo'lishga o'rgatilgan, lekin ular doim geisha bo'lishni orzu qilgan. Ular Kenji bilan uchrashganda ular qochib ketdi va Star Parkda restoran ochdi. Kundalik hayotda Keyzi geisha, lekin siz o'zgartirishingiz mumkin. Ninja qiyofasida foydalanish uchun halokatli qobiliyatlari. Sizga darhol mumkin ikkita rasmni almashtirish. Xuddi men kabi oilam va do'stlarim bilan. Geisha shaklida Keyz jang muxlislaridan foydalanadi va yaqin masofaga hujum qilish uchun oldinga otadi. Ninja shaklida u uzoqdan shurikenlarini tashlaydi. Yaqin masofadagi nishonga ko'proq zarar yetkazadi. Keling, geisha tasviri haqida gaplashaylik. Uning asosiy hujumi o'ziga xos, chunki u ta'sir nuqtasiga ega. Bu hududda dushmanga zarba berish, qo'shimcha zarar yetkazadi va ma'lum qobiliyatlari faollashadi. Uning ultasi muxlislar bo'roni ta'sir doirasidagi ko'rishni cheklaydi va undan chiqib ketayotganda zarar yetkazadi. Uning Star Power kuchi yanada xavfsiz qiladi. Ta'sir nuqtasiga urilganda dushmanni sekinlashtiradi va jangchilardan o'qdonlarni tortib oladi, muxlislarni bo'ronga tushirib qo'yadi. Uning gadjetlari ninja qiyofasini yaxshilaydi. Almashtirishdan keyin tezlashtirish beradi yoki uni ko'rinmas qiladi. Ninja shaklida Keyz bilan shug'ullanish mumkin. Bir vaqtning o'zida bir nechta dushmanlar bilan. Uning bu ko'rinishdagi ultasi iz qoldirib dushmanlar orasidan o'tadi. Belgilangan dushmanlar zarar ko'radilar bir necha soniya ichida, xuddi kinolar kabi. Meni hech qachon mag'lub qila olmaysiz. Uning birinchi Star Power kuchi aniq dushmanlarga ta'sir qiladi. Boshqa dushmanlarga hududga zarar yetkazish vayron qilinganda. Uning ikkinchi Star Power kuchi davomiyligi 50% ga oshadi. Barcha faollashgan effektlar ninja tasviriga o'tganda. Ninja mavsumidagi gadjetlar bonuslar beradi. Geisha tasviriga o'tganda salomatlikni tiklaydi. Boshqasi tire qiladi. Agar qochish kerak bo'lsa, bu juda foydali. Siz blokdan chiqarishimiz kerak deyapsiz. 4 Star Power kuchlar, 4 ta gadjet va 2 ta giperzarat. Jiddiymi Supercell? Ha, bo'lishi mumkin emas. Agar siz ularni bitta rasmda ochsangiz, keyin ular boshqalar uchun ham mavjud bo'ladi. Ha, shunday. Keyz 2 ta giperzaratga ega bo'ladi. Har bir rasm uchun bitta. Ammo bu haqda keyinroq. Bolalar, siz buni qabul qilmasligingizni aytdingiz. Bu uzoq vaqt va men allaqachon kechikdim. Men uchrashuvga ketishim kerak. May oyi boshida keng ko'lamli tadbir boshlanadi. 4 qismda Katana qirolligi uchun jang. Hammasi to'g'ri. Xudoyim, bu Brawl Stars'dan Ryan. Va juda zo'r. Salom Ryan. Ushbu tadbirda sizni ko'plab mukofotlar kutmoqda. Salqin yangi skinlar bilan boshlanadi. Bu giperzaratlangan 12 Kenji kabi maxsus kuchlar bilan tugaydi. Dizayn elementlari va valyuta. Ushbu tadbir 4 hafta davom etadi. Har hafta yangi bo'lim ochiladi, yangi o'yin rejimi va mazmuni bilan. Katana qirolligi uchun jang. Kenji Shushi uchun yangi retsept bilan boshlanadi. Ammo bu Shushi nima noto'g'ri ekanligi aniq. Ular brawlerlarga wasabi vakolatlarini beradi. Menga hech qachon yomon kuch bo'lmagan. Menda undan bor, ko'zimga qon keta boshlayapti. Yaxshi hamki jangchilarga omad kulib boqdi. Jami kuch 64 darajadagi jinnilik bilan. Bizda 20 ta issiq bo'ladi. 15 ta juda o'tkir. 15 ta telbalarcha o'tkir va 10 ta do'zaxi o'tkir. Misol uchun Stu ultasini bosganda o'qdonlarni ham otadi. Va Supercell Shelly yanada ko'proq zarba beradi barcha yo'nalishlarda. Mr. P asosiy hujumda ko'proq jamadonlar otadi. Volt tez yaxshilanadi oxirgi urovinggacha va tez qayta yuklash vaqtini oladi. Feng super diapazoni sezilarli darajada oshadi va u ko'proq sog'liqqa ega va tez ulta to'ladi. Va Shushi Samurai Kenji o'z tezroq qayta yuklash tezligini oladi. Jam qulfni ochish uchun jami 60 ta wasabi kuchi mavjud. Lekin hozir hammasini sanab o'tmaymiz. Sevimlilaringizni tomosha qilishga ishonch hosil qiling. Brawl Stars kontent yaratuvchisi. Ularni harakatda ko'rinish uchun wasabi kuchlari faqat rejimda mavjud. Wasabi modifikatori bilan. Shuning uchun tashvishlanmang. Agar bu ziravor sizning didingizga mos kelmasa, wasabi kuchini olish uchun skin va boshqa mukofotlar. Siz Shushini yig'ishingiz kerak. Har bir Shushi berishi mumkin 8 tagacha turli mukofotlar. Ular orasida wasabi kuchlari, giperzarat, Star Power kuchlari, gadjet, skinlar, jangchilar, tangalar, bilinglar, quvvat nuqtalari, kreditlar, nishonlar, spreylar va ikonkalar.
Va bularning barchasi bitta shushiga mos keladimi? Siz olgan har bir shushi shaklini to'ldiradi, mukofotlar olish imkoniyatini beradi. Tadbir davomida rivojlanayotganingizda rullo shkalasi yagona yo'lidir. Oni Kenji Hyperzarad skinini oling. Ushbu tadbirda rullolarni sovg'alarda topish mumkin. G'alaba uchun kundalik mukofotlarda, maxsus kvestlar, musobaqa uchun olish, kubok tadbirlari va do'kondan toping. Har hafta pul ishlashingiz mumkin. Bepul shushi yangi usulda. Va umumiy klub maqsadi bo'lmagan voqea nima? Bu safar siz shushini yeyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yeyish uchun mega pirda va bu aniq bo'lmagan, mega kapilkada emas. Siz va klub a'zolari olasiz. Bir hafta davomida kuniga 4 ta chipta. Voqea rejimda o'ynash uchun bir g'alaba 1 ochko qo'shadi klub hisobingizga. Har safar klubingiz muhim bosqichga erishganda, siz darhol mukofot ro'yxatini olishingiz mumkin. Voqea tugmasini kutmasdan. Yangi o'yin rejimlari. Katana qirolligi uchun jangda sizni ikkita rejim kutmoqda. Samurayning g'azabi va Oni ovi. Samuray Rageta ikki jamoa kurash olib boradi. 5-5 yoki 3-3 formatda. Imkoniyat qadar ko'proq ball to'plashga harakat qiladi. Va dushmanlar va Robert Samurayga qarshi kurash. Samuray robotlari ikki jamoaga hujum qiladi va turli xil hujumdan foydalaning. Ular va boshqa jamoa o'rtasida qolib ketmaslikka harakat qiling. Ular uchun ovda 3 ta jasur jangchi bor. Hyperzarad bilan kurash Jin Kenji. Men u yerda shushi nima borligini bilmayman, lekin nimadir noto'g'ri ekanligi aniq. Oni Kenji turli xil hujumda foydalanadi. Shuning uchun sizga kerak bo'ladi jangchilarning mos kombinatsiyasini tanlang. Ular uchun u bo'limida siz topasiz 7 kunlik mukofotlar, shu jumladan shushi. 5 ta qiyinchilik darajasini bajarish uchun har kuni, ammo esda tutingki, oxirgi daraja qiyinroq. Elden Ringdagi ot ustidagi yigitga qaraganda, balki kuniy o'yin rejimi bo'ladi. Kundalik musobaqalar. Boshqa 10 ta o'yinchi bilan raqobatlashing. Peshqadamlar jadvalida birinchi o'ringa chiqish uchun birinchi 8 o'yinchi shushi oladi va oxirgi 2 tasi hech narsa emas. Bu ajoyib teriga qarang. Qaysi mavsumda bo'ladi? Katana qirolligi uchun jang. Kasa Beka Piper, Brawl Pass skini va 2 variant, Yoki Piper va Tsugo Maiki Piper. Brawl Pass plus skin sifatida. Qolgan skinlarni tekshiring. Drev va Marzio esa dahshatli hayku o'qigan. Tinchlanuvchi musiqa uchun. Ikki tomonlama to'qnashuv. Edgar yana jamoaga qaytdi. Men o'zim chiqaman. Men Piper sifatida o'ynayman. Nega men kirmayman? Dushman sniper. Yaxshi, bolalar. Katana qirolligi uchun jang 1-may kuni boshlanadi. Ko'rishguncha. Keyingi yangilanishda yana yangi jangchilar bo'ladi. Karaoke xudosi Jayong. Lekin bu aniq emas. Jayong zerikkan ofis ishchisi, qo'shiq aytishni yaxshi ko'radigan o'rta yoshli odam. Ishdan keyin darhol karaokega yuguradi, o'zini yukini bo'shatish uchun. Jayong ishlayapti va to'liq zavq oladi. U ikkita asosiy hujum rejimiga ega. Hamma uchun har xil turdagi teshuvchi snaryad bilan. Kim uni qo'shiq aytishga to'sqinlik qilmoqda? Dam olish rejimida u ittifoqchilarni davolaydi. Ish rejimida u kamroq zarar yetkazadi, lekin ittifoqchilarni ham o'zini ham tezlashtiradi. Siz rejimni o'zgartirishingiz mumkin Super Jayong Mix yordamida. Ultasini faollashtirish ham faollashadi, mos kelgan qobiliyat. Dam olish rejimida Jayong yaqin atrofdagi ittifoqchilarni davolaydi va ish rejimida ularni vaqtincha tezlashtiradi. Star Power, muloyim qarsaklar va juda yuqori eslatma. Yaqin ittifoqchilarni tezlashtiring va nishonning tegadigan barcha hujumning zarbalarini oshirish. Uning gadjeti Wicked Figure hududga zarar yetkazadi va asosiy hujumning zararini vaqtincha oshiradi va sekin qo'shiq yaqindagi dushmanni sekinlashtiradi va zerikarli hujjatning izini qoldiradi, bu ham dushmanni sekinlashtiradi. Endi eng yaxshi karaoke kim kuylash ko'rsatish vaqti keldi. Qani Druf, men seni qaytarib olib kelaman, eslab qol. Siz mening asosiy sovrinimsiz. Gaz, arvoh chayqalishi. Uning ultasi barcha yo'nalishda arvohni chiqaradi. Dushmanga zarar yetkazadi va ittifoqchilarni davolaydi. Lili, unib chiqish. Uning ultasi endi devorda sakraydi va Lili dushmanni soyalar shohligiga olib boradi. Clancy, shoshilinch qo'ng'iroq. Clancy ultasi paintballari dushmanga tegib, qayta keladi va yana zarar yetkazadi. Amber, to'kilgan yog'. Ultadan foydalanganda neft kengroq tarqaladi va yondirilgandan keyin yana 3 soniya yonadi. Willow, zarar ko'rmaydi, ong dushmanni boshqarayotganda. Bizning yangi ultra legendarniy jangchimiz Hyperzarad bilan darhol chiqadi. Geisha shaklida uning muxlislari bo'roni dushmanga davriy zarar yetkazadi. Markazda o'zini topadi. Ninja shaklida Kazining dash tezligi oshadi va uning belgilari bir zumda ishlaydi. Agar maqsadning sog'lig'i past bo'lsa, Grift soliq imtiyozlari. Maksimal masofada Griftning o'qlari ko'paymoqda. Yangi o'qlar ketish bilan qaytarilmoqda va boshqalarni yorib o'tadi. Kenji, xohlagancha ovqatlaning. Dushmanlarni super markaziga tortadi va shpalning markazida tugaydi, boshlang'ich nuqtasi o'rniga.
Boshqa o'yin rejimi? Ha, bizda MOBA rejimi bo'ladi. Men jiddiy gapirdim. Biz Brawl Stars uchun MOBA rejimi yaratdik. Arenaga xush kelibsiz. Bu shunchaki yangi rejim emas, lekin jang qilishning chindan ham yangi usuli. O'yin davom etar ekan darajaga ko'tariladi. Minoralar, robotlar to'lqinlanadi. Robot bilan o'rmon va butun jamoani quvvatlaydigan Kauju. Ushbu rejimda mavjud MOBA uning barcha asosiy elementlari, lekin yutqazish uchun 45 daqiqa kutish shart emas. Har bir o'yin 5 daqiqa davom etadi va hech qanday suhbat yo'q. Shuning uchun siz meni masxara qila olmaysiz. G'alabadan keyin marzi yo'q. Ha, o'yin shiddatli. Ha, bu yanada murakkabroq. Va ha, bu hamma uchun emas, lekin bu asosiysi. Bu shunchaki yovvoyi o'yinni kulgili bo'ladi. Jangchilar darajani oshirish imkoniyatini o'yin davomida va'dalar qiladi. Ko'p unutilmas daqiqalar, yakkaxon yutuqlar va jamoaviy tozalashlardan. Kauju bilan aqldan ozgan jangga jamoani kuchaytirish uchun arena iyun mavsumida mavjud bo'ladi deb ataladi. Kauju over. Takusatsu janrda Brawl Stars, Shin Edgar Brawl Pass skin va Drift Edgar va Sirli Edgar Brawl Pass plus skin. Yulduzlar aro Grift, Mecha Phoenix turli ranglar bilan. Kauju Clan. Ha, biz bu safar Clancy'ni unutmadik. Tokusatsu Kallet, Monstral Miko. Ko'p skilllar, har qanday boshqa narsa. Ha, ko'proq skilllar. Jodugar Mendy, Supercell ID mukofoti sifatida va qo'llab-quvvatlash uchun Stratshade, Brawl Stars Esport jamoalari va 29 ta kristall uchun terilarning butun to'plami. Portlatuvchi sehrgar Dynamite, portlatuvchi sehrgar Make, maxfiy agent Bull, maxfiy agent Wolf, Ashning qum qalasi, qaroqchi Lu, kunga boqar Roza, Grom qalpoq, Fruity Casey, Jaming Jeyong. Gadget belgisi ko'rsatiladi, u jihozlanganda. Gadgetni zaryadlash paytida timer paydo bo'ladi. Nihoyat giperzarad tayyor bo'lganda, binafsha rang identifikator paydo bo'ladi. Va keyin aytishimiz kerak bo'ladi bepul sovg'a haqida. Ana xolos, tayyor. Skin sovg'asi. Ijtimoiy tarmoqda Brawl Talk hashtagidan foydalaning.